Ayollar asalla qon ozliq kasaliga giribtor bo'lib qolib, yuzlari tatirib, qizillikni yo'qitib, harg'in, ruhsiz ko'rinib qoladi. Quruq uzumni ko'p yeb berganda, qutquli muzlash, beli og'rish, qon ozliq qatorliq ahvollarni azaytib, immunitet kuchini oshiradi. Agar davomli harg'inlik his qilsangiz, quruq uzum tarkibida yana nurg'un mineral moddalar, aminokislota va vitamin moddalar bor bo'lib, nerv ojizlik va haddidan ziyoda charchashga nisbatan eng yaxshi unumga ega. Agar davomli nafsingiz yetishmaydigan bo'lib qolsangiz, quruq uzum tarkibida kalsiy va temir miqdori nihoyat mo'l bo'lib, ko'p xil vitaminlar va aminokislotasi qon ozliqni davolab, börekni isitadi. U bolalar, ayollar va tini ojizlarning quvvat dorisi. Agar davomli beshingiz qayib, yuragingiz selib, mag'dursizlik his qilsangiz, quruq uzum tarkibida mo'l glukoza bor bo'lib, u bosh qayish, yurak selish qatorliq qondagi qanit miqdori tuvan bo'lish alomatlarining oldini oladi. Agar hojat qilishda qiynalsangiz, quruq uzum tuz uchayning sog'lomligini qo'g'daydi. Chunki quruq uzum tarkibida talo va tartirat kislotasi bor bo'lib, badan ajratib chiqargan moddalarni tez suratda tuz uchaydan o'tkazib, keraksiz moddalarning uchaydagi turish vaqtini azaytadi.